O'zim tadbirkorman. Asosiy shu Xitoy Respublikasidan juda olib kelib sotib savdogarlik qilib yuraman. Asosiy ishim o'tirish bilan o'tadi. Rulda shu har xil shaharlarga bu yoqqa bor, bu yoqqa voha, vodiy qilib yuraman. Shuning uchun o'tirish bilan o'tgani ovqatlanish ham bilasiz, o'tirib yurib yo'lda yurgan odamni yo'lda har xil narsalarni yeb, boshqa qilib noto'g'ri ovqatlanib yuradi. Shunaqa bo'lib turib semirib ketdim juda qiyin bo'lib qoldi. Yurishlarim qiyin bo'lib qoldi. Nafas olishim hozir 500 metrga yurgani ham chiqaman desam chiqa olmaydigan darajada bo'lib qoldi. Как будто o'zimni bir 50-60 ga kirganga o'xshatib narsa bo'lib qoldi. 80 kilodan 2 yil deganda почти 120 kiloga yaqin chiqib qoldim desam. Instagramda ko'rib qoldim, Nursulton aka o'zlari reklama qilganlar. Endi sportsmen o'zlari, tем более bilamiz, halol narsa reklama qiladilar, yaxshi narsani. Endi shunaqa odam endi aldamasa kerak deb ishni boshladim. 14 kun ichida 12,5 kilo vес tashladim. Почти 1 kilodan oshiqroq. 1 kilodan ham desa bo'ladi bir kuniga. Asosiy menda juda katta kamchiligim shirinlik tura olmasdim. Bir kun deganda почти kiloga hisoblaganda 1,5 kilo, 1 kilo ham shirinlik yerdim-da. Shu narsalarni qisib o'zim hayron qoldim. Men diyetada qiynaladigan ishim ham shirinlik edi. Umuman shirinlikka narsamni qoldirmadim. To'g'risi, men bu narsani sotib olganimdan keyin men marafon borligini ham bilmaganman. Bunda qatnashishni ham tushunmaganman. Menga telefon qilishdi. Telefon qilib shunaqa naboda agar yaxshi vес tashlab, yaxshi narsa qiladigan bo'lsangiz, vaqtida bir nima qiladigan bo'lsangiz narsalar biz marafon bor deyishdi. Bu qanaqa marafon desa, mana shunaqa kim ko'p yozgan bo'lsa, shunga prizovoy mukofot bor deyishdi. Boshida ahamiyat bermadim. Keyin shunaqa narsa qilasiz deb shartlarni tushuntirishdi. Qarang, Allohga tavakkal qilib qildim. Haqiqatdan vес tashlab mana shu bugun mana kelib, mana ikkinchi o'rinda mukofotimni oldim. Juda ko'p odam yozdi menga ham, o'zimga ham, hammasiga tavsiya qilaman. Iching haqiqatdan yordami zo'r, berdi rezultat deb turib, hech ishonmagan, bo'lishi mumkin emas, baribir diyeta deganlarga ham tashab qo'ydim. Mana bunaqa unchalik darajada diyeta qilmadim. Mana ko'ringlar deb turib, shularga videolarimni tashab, ko'rsatib, haqiqatdan rezultati zo'r ekan buni. Hammaga tavsiya qilaman. Ichingni ichib ko'rib, o'zingni baholaysiz, Xudo xolasa.